Assalomu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Musulmonlarning Badr jangida g'alaba qilishi muni 4 kuchning qaytadan qo'zg'ilishiga sabab bo'ldi. Birinchi, Makka mushriklari. Ikkinchi, Madinadagi yahudilar. Üçüncü, Medin'de yaşayotgan Abdullah ibn Ubay başçılığındaki munafiqlar. Dördüncü, Medine sırtidagi Bedevi Arablar. Ular Medine ahalisini bulan talan qilib yashab ko'nganligi uchun Medine aholisining kuchlanishini asla xolamaydi. Hem Yahudilar o'z vaqtida tuzishgan ahd va paymonlarga xiloflik qilib, musulmonlarga qarta xorlash va o'z va'dalarida turmaslikdek nachar illatlar bilan shug'ullanib kelayotgan edi. Endi davomini o'qiymiz. Muhasira, taslim, andin surgun. Savrning cheki bo'ladi. Ish mush yerga yetganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning savr qachis tashdi va amdiki savrni o'limdan qo'rqqanlik va xo'rliqqa rozi bo'lganlik deb bildi. Şoňa o Medinede öz orunda Abu Lubaba ibn Abdul Munzir raziyallahu anhuni qaldırıp, musulmonlar qo'shinini boshlab, Bani Qaynuqa yahudilarga hujum qo'zg'adi. Musulmonlarning alimini Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallahu anhuga tutqizdi. Yahudilar musulmonlarni ko'rib, darhol Sipil qo'rg'onlariga kirib mudofiyada turib oldi. Muhasira 15 kun davomlashdi. Ular Hijriyaning 2-yili Shavval oyining 15-kuni muhasiraga ilingan edi. Muhasira Zulqa'daning yangi iyi ko'ringanga qadar davomlashdi. Oxir Alloh ularning diliga biror qavmini halok qilmoqchi bo'lganda va yoki mag'lubiyatga yuzlandirganda tashlaydigan qo'rqinishni tashlagan cheg'i, natijada ular o'zlarining hayoti, mol-mulki va xotin bola-chaqalari haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hukm chiqarishiga qoyil bo'ladigan bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buyruq tushirib ularning hammasini bog'lab qurolsizlantirdi. İş muş yerga yetib, zo'ravon qarniyatlar o'z jazosini topay deganda, yanala munofiq Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'zining munofiqlik rolini o'ynab sahnada paydo bo'ldi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ularni kechirim qilishni tilab yolvorib turib oldi. U mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mening ittifoqdoshlarimga yaxshilik qilgin. Bani Qaynuqa yahudilari Madinadagi Xazraj qabilasidagilarning ittifoqdoshi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning gapini anglamaslikka saldi. Abdullah ibn Ubay yuqorqi so'zni qayta takrorlab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'ziga kirib oldi. Rasululloh yanala uning gapiga quloq solmay o'zining ishi bilan mashg'ul bo'lgan edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning savutining tutqichidan tutib olib, uni mang'ili qo'ymadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Meni qo'yib atgin" dedi va qattiq g'azabi keldi. Hatto atrofda turganlarmi buni sezdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga yana bir qatim "Hey, sening bu qiliqingni, meni qo'yib at" degaydi, lekin bu qilin munofiq qilcha bo'shashmasdin. "Yo'q, azbiroy Xudo, men seni mening ashu ittifoqdoshlarimga kengchilik qilmoqcha qo'yib atmayman. 40 dak yordamchi qo'shin, 300 dak jangovar qo'shinni biroqla qirib tashlamoqchimisan? Ular meni oq va qoralarning hujumidan saqlab kelgan. Men jahonning ta'tir aylanishidan qo'rqaman" deb turib oldi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmon bo'ldim deb yurgilitixi to'liq 1-2 oy bo'lmagan bu munofiqning yuzini ayab, ularning hayotini shuningga iltifot qilibdi va ularni Madinadan chiqib ketishga, ikkinchi Madinada ko'zga chiliqmaslikka buyurdi. Natijada ular Sham, Suriyaning Arzuat degan yeriga ko'chib ketishdi. Ammo uzoq o'tmay ularning mutlaq ko'p qismi o'lib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning mol-mulk va qurol-yaroqlarini yig'ib olib, uningdan o'ziga 3 dona o'qya, 2 qur savut, 3 dona qilich va 3 dona nayza ilib qoldi. G'animatlarni qo'shin ichida taqsim qilib bo'lib berdi. G'animatlarni jug'lash va tizimga ilish ishlariga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu mas'ul bo'lgan edi.
Saviq, Talqan jangi. Safvan ibn Umayya ve Habd ibn Umayrni küsey orunda işletmekçi buluvatkan Yahudilar ve munafiqlar özlerinin rezil suikasti ve ot kuyruqluq hareketlerini toxtatmayvatkan bir paytda Mekke dairlerinin katibişi Abu Sufyan ibn Harib öz qavminin siyasi ornini asli keltiriş ve leşkeri küçünü kuz qilish ve azraq bedel töleş tesiri zorraq bir iş qilishni oylab yöretdi. U Muhammadga sallallohu alayhi vasallam qarshi bir qitim urush qo'zg'amog'icha ayol kishiga yaqin kelmayman deb qasam ichdi. Shunga u o'z qasamini amalga oshirish uchun bu qitim 200 otliqni boshlab Madinadan 20 kilometr yiroqlikdagi Tayif deb atiladigan bir tog' bag'riga kelib tushdi. Lekin u Madinaga oshkora hujum qo'zg'ashga jur'at qila olmay, qaroqchilarning harakatiga o'xshab ketadigan bir turlik buzg'unchilik harakati ilib bordi. U tün nisbiy bo'lganda Madina tavasiga o'g'irlikchi kirib, Yahudilarning katibishi Huyay ibn Axtabining uyiga keldi va uning eshigini chekdi. Huyay tün nisbidagi chaqirilmagan mehmondan shumliq his qilib, ishini ochqili unmadi. Shuning bilan u bu yerdan yenib Salam ibn Mushkam shu vaqtdagi Bani Nazir Yahudilarining katibishi va qo'shimcha xazina begi edi. Uning uyiga kelib ishini chekdi. Salam ibn Mushkam uni xushallik bilan qabul qilib, uyiga boshlab kirib ziyofat berdi va uning sharifiga haroq tutdi. Ondan uningga Madina vaziyati va hozirgi ahvolni so'zlab berdi. Tun nisbidan o'tganda Abu Sufyan o'zining tushgan o'tiniga qaytib kelib, o'z odamlaridan bir qancha qilli kisarni tanlab Madinaning Ariz tavalligiga hujum qilishga avatdi. Ular bu yerda bir tarafdan dal-daraxtlarni kesib tashlasa, yana bir tarafdan o't qo'yib, kuydirib, dal-daraxt, bog' varallarni buzg'unchilik soldi. Va kechda bog' aylanib qo'nib qolgan bir ansori bilan uning bir og'inisi uchirtib qilib, ularni o'ldirib etib Makkaga qarab chiqivetdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu xabarni anglagandan keyin darhol harakatga kelib Abu Sufyan va uning odamlarini qo'g'lashga atlandi. Lekin ular yengilroq qechish uchun ozuqliq va boshqa ta'minotlardan talqon qatorliqlarni tashlab etib, nihoyatda tez qochqanligi uchun musulmonlarning qo'liga tushmay qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qarqara Tul Kidri degan joygacha qo'g'lab berib, ondan qaytdi. Musulmonlar qaytishida mushriklar yo'l bo'yi tashlab qochgan talqon bo'g'chilarini terib ilib keldi. Shuning uchun bu qitimqi harakat Saviq, talqon jangi deb ataldi. Bu vaqa Badr jangidan 2 oydan keyin Zulhijja oyida yuz berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitim Madinada o'z o'rniga Abu Lubaba ibn Abdul Munzir raziyallohu anhu ni qoldirgan edi. Zi'amri jangi Zi'amri jangi Uhud jangidan ilgari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi bevosita rahbarlik qilgan bir qitimliq cho'ng harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-kuni Muharram 1-oyda ilib berilgan edi. Vaqaning sababi mundaq. Madina ayg'oqchilari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Bani Sualaba va Muharib qabillaridan zo'r bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofi rayonlariga hujum qilmoqchi bo'lib etibdi degan ma'lumotni yetkazdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni jangga chaqirdi va otliq, piyodalik bo'lib 450 kishilik qo'shinni boshlab, dushmanni uvusida tunjuqtirib etishga otlandi. O'z o'rinda Madinada Osman ibn Affon raziyallohu anhu ni qoldirdi. Yurish davomida musulmonlarning oldin chorlig'uvchi qismi Bani Sualaba qabilasidan Jabbar ismli bir kishini tutib olib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga ilib kirgan edi. U kishi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vati bilan musulmon bo'ldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Bilalga topshirdi va Bilalning nazoratida qo'shinning yo'l boshlovchisi bo'ldi. Düşman Madina qo'shinining yo'lga chiqqanligini anglabla tog' qirlarga tarab o'zini chetga elib olishdi. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular to'plangan Zaimri degan suv bo'yiga yetib berib, shu yili safar eda saq bir oy yoki ozroq kam turib, badaviylarga musulmonlarning lashkariy kuchini tunutib qo'ydi va ularning hayvisini yerga urib, dillariga qo'rqinish urug'ini terib qo'ygandan keyin zafar bilan Madinaga qaytdi. Kayb ibn Ashrafning o'ldirilishi.
Kayb ibn Ashraf Yahudilar ichida islom diniga va musulmonlarga o'chmanlik qilishda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga til tekkizib, azor berishda va islomga qarshi ta'tir tashviqot ilib berib duratqulik qilishda eng ashaddiy o't qo'yruq shayton edi. U ata taraf arablarning Bani Tay qabilasi, ya'ni Nabahan jamiyatidan, anisi Bani Nazir yahudilaridan edi. U o'zining boy zardarligi, davlatman bayoshatligi, kelishgan qomati va yetishgan she'riy talanti bilan butun arablarga tunilgan shoir bo'lib, Madinaning sharqiy janubida Bani Nazir mahallasining orqa ko'chasidagi hashamatlik bir qo'roda o'ltiradi. Bu əbləq musulmonlar Bədirdə Qurayş qoşunu bilan tutuşub ularni yengibdi və ularning qatta başlarından hamısını öldürübdi degan xəbərini anlab, puti ko'ygan to'qidek bearam bo'lib ketdi və bu rost xəbərmi? Bular degan Qurayshlarni demoqchi. Arablarning ko'zi, elning sarkilari, qasam qilamanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ashlarni yengib g'olib kelgan bo'lsa, yer yuzida o'milab yurgandan yerning tagiga, ya'ni go'rga demoqchi. Kirib yatqan ming yaxshi, dedi. U anglagan xabarning barhaq rostligini jazmlashtirgandan keyin qaytadan azvaylab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni va musulmonlarni hajvi qilib she'r o'qib kapshig'ili turdi. U musulmonlarning dushmanlarini ko'kka ko'tarib, ularni musulmonlarga qarshi turishga kuch ko'rdi. U buning bilan qanoat qilmay, to'ga bilan Makkaga keldi. U Makkada Mutallib ibn Abi Vidaa, Bani Sahmi jamiyatidan uning uyiga tushib, Qurayshlarning Badrda o'ltirgan o'liklariga yig'lab, ularning ichini echitadigan marsiya g'azallarni o'qidi. U she'rlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata ularning o'chmanligini qo'zg'ab, darhol urushga otlanishga chaqirdi. U Makka qatilari bilan eg'iz burun yalishib yurayotgan mezgilda Abu Sufyan va boshqa Makka mushriklari uningdan "Sana bizning dinimiz yoqamdi yoki Muhammadning sallallohu alayhi va sallam dini yoqamdi? Ikki tarafning qaysimizning tutgan yo'li to'g'ri?" deb so'raganda, u tap tatmasdan "Sizlarning tutgan yo'linglar nechasi to'g'ri ham afzal? Buningdan hargiz ikkilanmanglar" deb javob berdi. Kayb Madinaga qaytib kelib, o'z she'rlarida musulmonlarning ayollariga til uzatdi va ularni intayin qabih tillar bilan haqoratlashga boshladi. İş mush yerga yetganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarni yig'ib, Kayb ibn Ashraf Alloh va Allohning payg'ambariga azor yetkazayotdi. Uni qaysinglar bir taraf qilib etalaysizlar, dedi. Shuning bilan bu ishqa Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishri Abu Naila, asli ismi Salkan ibn Salama, u Kayb ibn Ashrafning emildosh qarindishi edi. Haris ibn Aviz ve Abu Abasa ibn Hibri raziyallahu anhular özlerini atıdı. Ve Muhammed ibn Salame raziyallahu anhu bu pidailarning baş komandanı oldu. Kayb ibn Ashrafning o'ldirilişi haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kayb ibn Ashrafni kim ujuqtirib etdi? U Allohga va Allohning payg'ambariga ko'p aziyat qildi degan. Şunun bilan Muhammed ibn Maslama raziyallahu anhu turib, "Ey Rasulullah, Kaybni o'ltirishimni xohlamsan?" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ha, albatta xohlayman" deganda, Muhammed ibn Maslama raziyallohu anhu, "Ey Rasulullah, undaq bo'lsa mening uni ishontirishim uchun ba'zi yolg'on yupur so'zlarni qilishimga ruxsat qilgin" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Bo'ladi" degan. Şunun bilan Muhammed ibn Maslama raziyallohu anhu Kayb ibn Ashrafning qishig'a kelib, "Bu odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni demoqchi. Bizdan tula sadiqa, iona so'rab joq to'yg'izvatdi" degaydi. Kayb mundaq dedi: "Bu sizlarga tex oz. Buningdan keyin texmi to'yisizlar. Endi biz uningga boshda agishib qo'yibdik. Hozircha uni tashlab etsak sat bo'ladi. Şuna onu hazırca tashlab etmay turayli. Keyin ahvol qarab bir ish qilarmiz. Bizga bir ishki tatiq xurma o'tna berib turg'in." "Bo'ladi, ammo biror narsanglarni mening yonimga go'rib qo'yishinglar kerak." "Nimani go'rib qo'yishimizni xohlaysan? Ayollaringlarni qo'yinglar."
Sen degan arablar ishda eng kelishgan shaxs tursan, sening yiningda qiz xotinlarimizni qoldirib, qandaqmı xotirjam o'ltirg'il bo'ladi? Undaq bo'lsa, o'g'illaringlarni qo'yinglar. O'g'illarimizni görüp qo'ysaqku bo'ladi. Biroq kichik bolalar o'zaro tillashib qolsa, bir ishki tatıq xurmaga görü qo'yilgan deb haqoratga qoladi. Bu avlodlarimiz uchun o'chmas ornumus keltirdi. Şuna eng yaxshisi biz sana qurol yaroqlarimizni görüp qo'yayli, dedi va uning bilan qurol yaroqlarini elib kelishga deyishdi. Arqadan Abu Naila kelib Muhammad ibn Salama roziyallohu anhu da qildi. U Kaybning yiniga birdam she'r ashar haqida paranglashdi. Ondan uningga: "Ey begzodam Kayb, men yiningga bir hojat bilan kelib edim. Uni aytsam boshqalardan sir tutishga kapolat qilgan bo'lsang", dedi. Kayb: "Shunda qilay", dedi. Abu Naila roziyallohu anhu: "Bu odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni demakchi. Bu odamning kelgini biz uchun bir balo bo'ldi. Bütün arablar bizni dushman tutib, bir yangdan qo'l chiqardi. Maishat yo'llarimiz etilib, bola chaqlarimiz ochliqda qoldi. Tallarimiz o'ruqlab, bir tera bir ustixon bo'lib qoldik. Qisqasi biz o'zimiznimi, bola chaqlarimiznimi jafo mushaqqatga qo'ydik", dedi. Ve Muhammed ibn Salama roziyallohu anhu qilgandek payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ustidan uningga shikoyat qilgan kishi bo'lib oldi. Ondan u yana parang davomida: "Mening bir qancha yaqin og'inlarim bor. Ularmı menga o'xshashda hojatman, debmanlardan. Shunga men ularnimi oldin boshlab kelsam, ozroq bir narsa setib berib, xayri saxovatchiligingni ko'rsatib qo'ysang bo'ptikan", dedi. Haqiqatan qaltis ish bo'ldi. İbn Maslama bilan Abu Naila roziyallohu anhular ko'zigan maqsadga yetdi. Chunki Kayib ibn Ashraf amdi bularning bir to'p odamni boshlab qurol yaroqlarini ko'tirishib kelishini yod sanamaydi. Hijriyaning 3-yili Rabbiyul avvalning 14-kuni kechasi havo intayin uchuq, oppoq aydin kechi bo'lgan edi. Mazkur fidoyilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyiga jam bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan Baqiyul Ulg'arqat degan yerga billa chiqib, ularni "Bismillah, Allohning ismi bilan" deb menginglar. "Ey Alloh, bularga yordam qilgin" deb ustib qo'ydi. Ondan uyiga qaytib kechicha namoz o'qib, Parvardigor Alloh taologa iltijo qilib chiqdi. Fidoilar Kayb ibn Ashraf turayotgan qal'a oldiga yetib beribdi. Oradan Abu Naila roziyallohu anhu unlik to'lab Kaybni chaqirdi. Kayb tushmoqchi bo'libdi ayoli. U bu ayol bilan to'y qilg'ili uzoq bo'lmagan edi. Uning oldini to'sib: "Bundoq olam bemahal bo'lganda nega borasan? Bu ovoz menga go'yo qonning hidini tarqatayotgandek yo'chullanayotdi", dedi. Kayb: "Ular degan mening do'stim Muhammad ibn Maslama ve imildaş qerindishim Abu Nailadir. Undaq bo'lmagandu. Mard degan o'limga va'da qilsin vafo qiladi degan gap bor", dedi de attir-pattirlarini chechib ularni oldiga tushdi. Uningdan kishining dimig'ini g'idiqlug'idek isil puroqlar gupildab purab turatdi. Kayb tushib bo'lguncha Abu Naila hamrohlariga: "Kayb chiqqanda men uni purg'an bo'lib, chechidan tutaman. Men uning kallasini mahkam tutib olganligini ko'rsanglar, darhol qilich uringlar" deb o'rinlashtirish qildi. Kayib tuvanga tushib ular bilan qizg'in salom sahat qilishdi va chaqchaqlashdi. Ondan Abu Naila roziyallohu anhu taklif ohangida so'z ichib: "Ey Kayib, ma'qul ko'rsangiz paranglashqash Shiubul Ajuz bir joy nomi. U yerga berib kechilik oydin saylisi qilib kelgan bo'lsak", dedi Kayib. "Ixtiyoringlar", dedi. Shuning bilan ular parang silishib tuvanga qarab minishdi. Ular ketib bir agimga borganda Abu Naila roziyallohu anhu: "Men bugünkidek xo'sh biroq yetni yetlimg'a edim. Ajab isil attirishgan" deb qo'ydi. Kayib ibn Ashrafga yal mangdi. U darhol mag'rur qiyofatda: "Albatta shundoq bo'ldi-da. Chunki bugun eng go'zal arab qizi attir-pattirlarini chechib meni kutdi emasmi?" dedi. Abu Naila: "Menga bishingni purvilishimga ruxsat qilarsanmi?" degan edi. Kayib ibn Ashraf: "Bo'ladi" deb to'xtab berdi. Abu Naila roziyallohu anhu Kayibning bo'ynini mahkam egib quchoqlab purg'anni qildi va hamrohlariga puratdi. Ondan yana yo'lini davomlashtirdi va birdan mangandan keyin:
yana bir purib alsam, deydi. Kayıp to'xtab beshini egib berdi. U uning beshini mahkam siqib, bir purib alganni qildi-yu, yana qo'yib berib yo'lini davomlashtirdi. Yana azroq mang'andan keyin u yana purib olay degan edi. Kayıp to'xtab berdi. Shuning bilan u Kayıpning beshini obdan tortib, rosa agdida, "Ha, chop" deb buyruq qildi. Shuning bilan uning put-qo'l, dumba kaslariga qilich va tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi. Lekin tun qorong'usidagi egizbas urilgan tayoq to'qmoq uningga ajallik zarba berolmadi. Shunga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu qo'lidagi jo'to shaklidagi cho'muqi bilan uning dumbisiga qattiq birini urdi-da, jo'toning bisi uning oldi a'zosini yenidan teshib chiqdi. Natijada Xudoning dushmani Kayb ibn Ashrab jon uzib yiqildi. U usti boshlariga qilich nayzlar yoqqili turganda sat chiqirab atrofdagilarni cho'chitayotgan edi. Shunga u yerga yiqilib to'pach ishlab bo'lg'icha atrofdagi barliq qal'a va qo'riqlarda g'ilpal o't yo'rig'i yo'ridi. Fidoyilar alman-talman qaytishdi. Biroq qo'shin a'zolaridan Haris ibn Avisga o'z hamrohlaridan birining qilichi tegib ketganlikdan yorilib qonsirab yetib qoldi. Fidoyilar qo'shini Harratul Azir degan yerga kelganda ondan Harisning yo'qligini bayqashdi. Shunga ular birdam saqlab turib, Harisning yetib kelishini kutdi. Bir chaqda u umalab asta kelibdi, ko'pchilik uni ko'tarib olishdi. Va Bayqul G'arqat degan yerga yetib kelibdi, hammaylar tang sado ko'tarib, "Allohu akbar" deb tovlashdi. U yerda bularni saqlab turgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam takbir ovozini anglab, ularni Kayibni o'ltiribdi deb bildida, ovozni ulli ko'tarib, "Allohu akbar" deb tovlavatdi. Ikki taraf uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Yashab ketgaysizlar" dedi. Fidoyilar, "Senmu yashab ket, ey Rasululloh" deyishdi. Ondan Harisning yarisiga tükürib qo'ygaydi, yara shu hamon sallamaza saqib ketdi. Keyin faqat og'irmadi. Tang otdi. Yahudilar o'z katibishining nihoyat epchilik bilan ujuqtirib etilganligini uqib sarosimiga patdi va qo'rqinishdan uni ichiga tushib ketdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning odil, haqqoniy ekanligini, muqimlikqa buzg'unchilik qilib, qalaymayqanchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarga, o'ttirdagi ahdiga xiloflik qilishga uringanlarga chiroyli nasihat kor qilmaganda qurol kuchi ishlatishini voz kechmaydiganligini bilib qilishdi. Shunga ular bu katibishning o'ltirganligiga hech qanday inkos qaytarmay jimib ketishdi va ahd va paymonlarga rioya qildiganliklarini bildirishib shuklab qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina ichi va sirtida yuz berish ehtimoli bo'lgan xatarlarga mana shunday oldin qo'l silish usulini qo'llanib, ichki va tashqi jihatda har xil qiyinchiliklardan zo'r daraja yeniklab qoldi. Buhron urushi Buhron urushi Hijriyaning 3-yili Rabiul oxir oyida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan 300 kishilik cho'ng lashkari yurish bo'lib, u Buhron Hijozning g'arbiy tarafidagi bir madan chiqadigan joy. U yerda Rabiul oxir va Jamadil avval oylarida u yerda turib qaytib keldi, urushga duch kelmadi. Zayd ibn Haris qo'shini bu musulmonlar Uhud urushining oldida qo'zg'agan eng muvaffaqiyatli, zarbadorligi eng zo'r bir qatimliq harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Jamadil oxir oyida ilib berildi. Voqeaning tafsiloti shuki, Quraysh doiralari Badri fojiasidan keyin qattiq dard alamga g'arq bo'lib, ichi qon edi. Yoz kelib, ularning Shamga qiladigan yozlik safar vaqti yetib kelib edi, ularni qayta g'am bosdi. Bu chog'da Savfon ibn Ubayya u Qurayshlarning bu yilqi tijorat safarining mas'uli bo'lgan edi. Quraysh katilariga Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning odamlari bizning dengiz bo'yidagi tijorat yo'limizni atdi. Uning odamlari dengiz bo'yidan ayrilmay turibdi. Biz zodi qanday qilishimiz kerak? Uning ustiga shu bo'yidagi qabilalarning ko'pinchisi uning bilan birga ahdnoma tuzishib bir tam bo'lib oldi. Zodi qayerdan minish kerak? Aql ko'rsatinglar. Bu yerda turaversak, bor yo'q menimizni yeb tugutimiz. Bu mol bizga hamisha boqiy emas. Biz Makkaliklar yozda Shamga, qishda Habashistonga berib tijorat qilish bilan kun kechiradigan xalqmiz, dedi. Bu haqda qizg'in muzokara ilib berildi va g'ulg'ula qilindi. Oxirida Asvad ibn Abdul Muttallib
Safvan ibn Umayyaga yo'l ko'rsatib mundaq dedi: "Undaq bolsa, sen dengiz bo'yidagi yo'ldan mangmay, Iroq yo'li bilan mang'in." Iroq yo'li Madinaning sharqidan xeyli yiroq joydan kesib o'tib, Iroqning g'arb tarafi, andin Najdi orqali Shamga boradi. Qurayshlar buningdan ilgari bu yo'l bilan mengib baxmag'ashqa, yo'l yo'linishini obdan bilmaydi. Şoňa Aswad ibn Abdul Muttallib Safvanga Bani Bekri qabilesidan Furat ibn Habbani yo'l başlagıçılıqqa elib ko'rsatdi. Şunun bilan Quraysh karvani ularning mol-mulklarini qachilab, Iroq yo'lini nishonlab, sharqiy shimol taraf bilan astag'ina yo'lga chiqdi. Lekin bu karvon va uning yo'linishi haqidagi ma'lumot allaqachon Madinaga kelib bo'lgan edi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. Salid ibn Nuayman xeyli burun musulmon bo'lgan edi. Bilan Nuaym ibn Mas'ud Ashja'i u texi musulmon bo'lmagan cheg'i bir haroq so'rinda billa u chaqda texi haroq harom qilinmagan edi. Billa bo'lib qoldi. Nuaym haroqni rosa ichib mas bo'lgandan keyin karvon to'g'risidagi talash tortishlarni va uning yo'linishi haqidagi tafsilotlarni jo'ylayotdi. Buni anglagan Salid ibn Nuayman intayin chapson yo'l yurib Madinaga kelib, buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ufqandan keyin darhol Zayd ibn Haris Kalbi roziyallohu anhu boshchiligidagi 100 kishilik qo'shin tashkilab yo'lga soldi. Zayd roziyallohu anhu intayin jiddiy yo'l yurib, oxir karvonning Najda zaminida Qarda deb atiladigan bir suv bo'yida ishkanligini bayqadida, ularga ushtumtut hujum qilib, karvonni butunlay qo'lga tushirdi. Safvan qatorliq karvonning mas'ullari hech qanday qarshilik ko'rsatmayla tikivatdi. Zayd ibn Haris roziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin karvonning yo'l boshlag'uvchisi Furat ibn Habban, ya'ni bir so'zda uningga boshqa yana 2 kishini asir oldi. 100 ming dinar qiymatidagi nurg'un qochqucha oltin kumushlarni o'ljilib Madinaga qaytib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'animatlarni topshirib elib, 5 dan birini ayrilib olgandan keyin qo'shin a'zolariga tangshab berdi. Furat ibn Habban Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dalolati bilan musulmon bo'ldi. Qarda vaqasi Quraysh taraf uchun aytganda Badri fojiasidan qolsa eng og'ir, eng talobatli bir qitimliq yo'qotish bo'ldi. Bu vaqadan Qurayshlar qattiq cho'chdi va qayg'u alamga patdi. Ularning oldida faqat 2 yo'l qolgan edi. Biri, ular o'zlarining yo'lsiz takabburligi va yovuz niyatidan yenib, musulmonlar bilan ab va inoq o'tish yo'lini tanlash. Yana biri, keng ko'lamda qaytarmaga hujum qo'zg'ab, o'zlarining tarixiy shon-sharafini va qadimiy izzat obro'yini qaytadan tiklash. Shundaqla musulmonlarning lashkariy kuchini bir qitim talto'kis yo'qotib, ularning g'arbda Qizil dengiz yo'lini, sharqda Iroq yo'lini qamal qila olgudek mag'durini qo'ymaslik edi. Afsunarligi Makka doiralari bu qitim 2-chi yo'lni tanlab qoldi. Ularning qisos ilish qizg'inligi kun sayin eshib, musulmonlar bilan qattiq bir ilishish va ularning diyoriga bostirib berib, butunlay xonavayron qilib o'tish irodasi texmi kuchaydi. Demak, mana bu bir qator ahvollar Qurayshlarning Uhud urushiga keng ko'lamda tayyorlik ko'rishiga turtki bo'ldi. Shunda qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Aldın qismda Badr urushidan keyin payg'ambarimizga taraf-tarafdan dushman kuchlarning hujum qilganligi va Madina atrofidagi badaviy arablar va yahudilarga qarata tozalash ilib borganliklarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Uhud urushi. Quraysh doiralarining o'ch ilish urushiga tayyorlik ko'rishi. Mekkiliklar Badri fojiasidagi og'ir talobatga, bo'lib muhim odamlardan vaqtsiz ayrilib qolganiga xursınib, musulmonlarga qarata g'azab o'tida ko'ymoqda edi. Ulardagi intiqom ilish kayfiyati borgan sari yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto mas'ul doiralar musibat egalarini o'liklarga yig'lab ovoz ko'tarishdan man'i qildi va qarshi tarafga o'zlarining qayg'u alamlarini sezdirmaslik uchun asirlarni oldirab to'lam-to'lab qutqizib kelmaslikni topildi. Badr vaqasidan keyinla Qurayshlar musulmonlarga qarata keng ko'lamlik o'ch ilish urushi qo'zg'ab,
puxadın chiqidek bir ish terish orqali antini elish qaror qilishgan edi. Shunga ular tezlik bilan urushga tayyorlik ko'rishga tutish qildi. İkrama ibn Abi Cahil, Safvan ibn Umayya, Abdullah ibn Abi Rabiya və Abu Sufyan ibn Harib qatarlıq Quraysh mütəvərləri bu urush tayyorligiga eng zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Ularning bu jihatda ishlagan tunji xizmati Abu Sufyan qutqizib kelgan Badri fojiasiga sabab bo'lgan hiliqi karvonning mollarini ioniga tutish bo'ldi. Ular mol egalariga so'zlab Quraysh xalqiga ayonki Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga tig' tangladi. Yaramliq va qobiliyatli odamlarimizni o'ldiribdi. Shunga bu mollaringlarni uningdan qisos ilish urushiga iona qilinglar. Bu qitim uningdan intiqomimizni ololsak ajab emas, dedi. Mol egalari mas'ul doiralarning chaqirig'iga ovoz qo'shdi. Shuning bilan ular bu mollarni setib, urushga kerakli qurol-yarog' va qatnash aslahalarini sapladi. Natijada 1000 to'ga va 500 ming dinar oltin tal qilindi. Bu haqda Alloh taolo tuvandagi oyat nozil qildi. Shubhisizki, kuffarlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kuffarlar jahannamga haydab kirgiziladi. Qur'on Karim Sura Anfal 8-sura 36-oyat. Ular yana boshqalardan keng ko'lamda iona to'pladi. Oqqun Habashlardan va arab qabillarning Kanana va Tahama oymoqlaridan musulmonlarga qarshi turishni xohlaydiganlarning hammasi bilan aloqalashib, iona yo'llarini kengaytdi. Ular bu urushga tayyorlik qilish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hatta Safvan ibn Umayya, shoir Abdu Izza Badr urushida asirga tushib qolganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'lamsiz qo'yib va uningdan musulmonlarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaslikka ahd olganini setib olib, uning shariat jihatdagi talantidan foydalanib, arab qabillarini musulmonlarga qarshi kuch kiritishga va ularning o'chmanligini qo'zg'ashga soldi. Va uningga urushdan keyin nurg'ul mol dunyo berib boy qilib yetadiganligini, bo'lmagandimi qizlarining keyinkiligini yaxshi o'rinlashtirganligini va'da berdi. Abu Izza uning gapiga aldanib har qaysi qabila xalqini o'zining hajviy she'rlari va hissiyotli ohanglari bilan musulmonlarga qarshi turishga kuch kiritdi. U bu qitim musibatlar xalqning yarisiga tuz sepadigan gap so'zlar bilan ularning jang qizg'inligini yuqori ko'tardi. Buningdan boshqa yana Musafiya ibn Abdumannaf ismli yana bir shoir kishini mushu ishqa soldi. Abu Sufyan, Saviq, ya'ni Talqon jangida ko'zlagan maqsadiga yetolmayli qolmasdan, balki ko'plagan ta'minotidan ayrilib, nurg'un chiqimdor bo'lib qaytib kelgan bo'lg'ashqa, bu qitimqi urush tayyorligiga alohida kuchidi. Yaqinda Zayd ibn Haris qo'shini ilib borgan Qarda vaqasi Qurayshlarning iqtisodiy kuchining jon tomirini uzib tashlagan bo'lg'ashqa, bu ularning dard alam zidisiga tuz sepib, hasrat o'tini texmi ulg'aytibdi-da, ular tasvirligisiz hasrat nadomatda qoldi. Shuning bilan Qurayshlarning musulmonlarga qarshi qo'zg'aydigan hal qilg'uch urushga tayyorlik ko'rish ishlari jiddiy ishlandi. Quraysh qo'shinining lashkariy kuchi va rahbarlik qatlamining o'rinlashtirilishi. Badri fojiasiga saq bir yil to'shqan kunlarda Makka doirlarimi allaqachon tayyorliqlarini bitkizib bo'lgan edi. Makka tavasidagi har qaysi Quraysh qabillari, ularning ittifoqdoshlari hamda oqqun habashlardan bo'lib 3000 mushrik rasmiy safga tizilib, atlanish buyrug'ini kutib turdi. Quraysh katalari botir azmatlar o'zlarining ar-nomusini va izzat hurmatini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu, jon pido qilib urushsin uchun ayollarini jangga qatnashishni xohlaydiganlarni birga ilib olishni muvofiq ko'rdi. Shuning bilan 15 ayol safga qitildi. Qo'shinning qatnash quroli uchun 3000 to'ga jam qilindi. Atliqlar qo'shini uchun 200 at hozirlandi. Ular bu atlarni yo'l bo'yi cho'ng qo'shinga qatmay, boshqa yo'llar bilan ayrim ilib mangdi. Mudofaa qurolidan 700 savut taxlandi. Markaziy bosh qo'mondonlik Abu Sufyan ibn Harbga markazlashdi. Xolid ibn Valid,
Atlıqlar qoşununun baş qomandanı, İkrəmə ibn Əbi Cəhil muavin baş qomandan boldu. Ələm yenila Abduttar cəmiyyətiga tutquzuldu. Məkkə qoşunu yolğa çıxdı. Məkkə qoşunu mana şunda to'liq tayyorlik va lashkariy hozirliklar bilan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Koni yangi qisos o'tlari, oshkora va yo'shurun adovat uchqunlari ularning dillarida chaqmoq chiqib, pat arada yuz beradigan dahshatlik bir qon to'kilishdan derak beryotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabarchilari dushmanning harakatini inkos qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog'isi Abbos ibn Abdul Muttallib dushman Qurayshning barliq harakatlarini va lashkariy tayyorliklarini boshdan oxir kuzatib turgan edi. Dushman Makkadan qo'zg'alib yo'lga chiqqan hamon u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga jiddiy maktub yo'llab, dushman ahvolini tafsiliy xabar qildi. Abbos roziyallohu anhuning elchisi masalaga jiddiy qarab, intayin tez surat bilan yo'l yurib, Makka bilan Madina o'rtasidagi 500 kilometrlik musofani 3 kundala besib, omonatni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'z beticha yetkazib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chog'da Quba masjidida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xatni topshirib olgandan keyin Ubay ibn Kayb roziyallohu anhuga o'qitqizib mazmunidan vaqiflandi va uni hech kishiga tinmaslikqa tapalab qo'yib, oldirab Madinaga qaytdi. Muhojir va ansarlarning pishqadamlari bilan bu haqda fikrlashdi va maslahatlashdi. Musulmonlarning harbiy holatga o'tishi. Bütün Madina umumyuzlik harbiy holatga o'tdi. Erlar kecha-kunduz qurolliq yurdi. Hatto to'yiqsiz voqealarga taqobil turish uchun namozlardimi quroldan ayrilmadi. Ansarlardan bir bo'lak kishilar, ularning ichida Said ibn Ma'az, Usayd ibn Huzayr va Said ibn Ubada raziyallohu anhumalar bor edi. Tashkilni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dash vazifasini o'tadi. Ular kechileri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishik tuyida qurolliq turib muhofizatchilik qiladi. Yana dushmanning ushtumtut bostirib kirib Madinada vaqa paydo qilishdan saqlanish uchun Madinaning har qaysi kirish eg'izlariga va chig'ir yo'llarga chorlag'uchi va muhofizatchilar qo'yildi. Musulmonlarning chorlag'uchi qismi dushman harakatini kuzatish uchun mushriklar Madinaga hujum qilgan taqdirda minish ehtimoli bo'lgan barliq yo'llarni navbat bilan aylanib chorlab turdi. Makka qo'shini Madina tavasiga yetib keldi. Makka qo'shini aslidagi g'arbiy cho'ng yo'lni bo'ylab minib, davomliq olg'a ilgirlab, Abwa degan yerga kelganda Hindi binni Utba Abu Sufyan ibn Harbning ayoli payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasining qabrisini ichib, uning jasadini ko'lab tashlab o'tish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Biroq qo'shin rahbarlari bunda qilganda o'zlariga yomon oqibatlarning kelib chiqishidan ansirab, bu taklifni rad qildi. Ondan yana yo'lini davomlashtirib Madinaga yaqinlab keldi. Bu yerda Aqiq vodisidan o'tibla o'ngga burilib minib, Uhud teg'iga yaqin Madinaning shimolidagi tuzlang sho'rliq zaminning Aynayin deb atiladigan bir yeriga kelib tushdi. Hamda mushu yerga harbiy bargoh tikib o'rinlashdi. Bu Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining 6-kuni juma edi. Mudofaa plani haqidagi kengash. Madina ayg'oqchilari Makka qo'shin to'g'riliq orqama-orqa xabar yetkazib turdi. Ayg'oqchilar eng oxir qitim ularning Aynayinga bargoh ta'sis qilganligini yetkazdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mo'tabar sahobalarni yig'ib lashkariy kengash chaqirdi. Kengashda dushmanning bu qitimqi tajovuzchilik harakatiga qarata qanday taqobil turish haqida kengash ahli bilan ham suhbatda bo'ldi. Va ularga shu kechasi ko'rgan mundaq bir tushni so'zlab berdi. U: "Men inshaalloh yaxshi bir tush ko'rdim. Tushimda bir kala bo'g'izloqliqmish. Qilichimning bisi azroq uchib ketganmish va qo'limda nihoyat mazmut bir savutni mahkam tutib olgudakman." dedi va hiliqi bo'g'izlangan kalini o'z ashablaridan bir qancha kishiga qazo yetadiganligiga, qilishning azroq tushib ketishni o'z jamiyatidan birining qazo qildiganligiga va qo'lida ching tutib olgan hiliqi savutni Madina Munavvaraga o'rib o'z tushiga ta'bir berdi. U mundaq dedi:
Meningcha biz Madinadan chiqmay puxta mudofialanib turaverayli. Navoda mushriklar hujum qilib kirsa, erlar ko'cha do'qmushlarda turib zarba bersin. Ayollar uy imorat o'gizlarini tashlab zarba bersin. Ammo ular bargohida yetiversa, bizga hech foyda ziyni yo'q. Mushriklar o'zlari chiqimdor bo'ladi, xolos dedi. Bu nihoyatda dono fikr edi. Biroq o'ylamagan yerdan bu fikrga tunji bo'lib Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning katta bishi qo'shildi. U bu kengashga o'zining Xazraj pishvolarining biri bo'lish sifati bilan qatnashgan edi. Aniqki, uning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu fikrini eg'izdan chiqarib bo'lguncha darhol uni qo'llab ifoda bildirishi hargiz uning bu fikrini harbiy strategiya jihatdan to'g'ri, dono fikr bo'ldi deb emas, balki o'zini urushdan qochirib qilish fursatiga erishib olish uchun edi. Ammo uning o'y planlarini hech kim bilmaydi. Allah Taala Abdullah ibn Ubay va uning odamlarini musulmonlar oldida tunji qitimliq hiylasida rasvo qilishdi. Ularning eg'izda islomni da'vo qilib, ammo dillarida kufr va munofiqlikni yushirib yurayotgan razillik niqobini ichib tashlashdi. Va musulmonlarning beshiga kun tushganda ton salilari ichida tipirlab qoladigan zaharlik yilon chayonlarni musulmonlarga bir qatim tunutib qo'yishni xohlagan cheg'i o'ylamagan yerdan bu fikr rad qilinib ketdi. Badr urushida jangga qatnashish fursatidan mahrum qolgan bir bo'lak fozil sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dushmanning oldiga chiqib urushish taklifini berib qattiq ching turdi. Hatto ularning ichidan biri so'z qilib: "Ey Rasululloh, biz uzundan beri mushundaq bir sharafli kunni orzu qilib kelyotdik va Allohdimi tillab yuratdik. Oxir Alloh bu kunni bizga muyassar qilibdi. Orzuyimiz amalga oshadigan bo'pti. Bizni dushmanning oldiga boshlab chiqqin. Ular bizni qo'rqdi deb qolmasin" dedi. Mushriklarning oldiga chiqib, naq maydonda bir taraf bo'lishni orzu qilgan fidokor azmatlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Badr urushida o'zining qilishvozligi bilan dong chiqargan Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhu bor edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Sana Qur'onni nozil qilgan Alloh bilan qasamki, men ular bilan Madina sirtida qilich so'qishtirmoqcha eg'izimga uvoq solmayman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'p sonliq jamoatning fikri oldida o'z ra'yini izohlab o'ltirmadi. Natijada oxirgi qaror Madinada dushmanning tegish qilishini kutib o'ltirmay, naq maydonga chiqib tig'ma-tig' mardona elishishni tayin topdi. Musulmonlar qo'shinni tashkillash va jang maydoniga yurish qilish. Andin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'pchilik bilan juma namozini o'qidi. U o'z xutbasida jamoatchilikka vaz nasihat qildi va ularni safarbarlikka kelib, jangovar va jiddiy holatda urushga chaqirdi. Musulmonlar sabrlik, subatlik va irodalik bo'lsa, g'alaba nusratning ularga mansub bo'ladiganligini uqtirdi. Hamda hammaylarni bir niyat, bir maqsadda tajovuzchilarning adabini berishga chaqirdi. Ko'pchilik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishorat va bishoratlaridan mamnun bo'lishdi. Juma namozidan keyin kishilar to'p-to'p bo'lib yig'ilishga boshladi. Madinaning yuqori tarafidagi aholimi kelib bo'ldi. Buninggacha namoz asrning vaqtimi kirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Ondan u Abu Bakri va Umar roziyallohu anhumalar bilan uyiga kirib ketdi. Ular uyda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salla va jang kiyimlarini kiydirdi. Ondan u 2 savutni qo'shlab kiyib, qilishni yonga isib, hayvat bilan musulmonlarning oldiga chiqdi. Bu chaqda kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tezroq chiqishini kutib Chunki Said ibn Ma'az bilan Usayd ibn Huzayr raziyallohu anhular ko'pchilikka tapa qilib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni dushmanning oldiga chiqishga zo'rladinglar. Ixtiyorni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'ysak yaxshi bo'ladi, degan bo'lg'achqa, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldida oqsoqqonlik qilib salg'onliklariga pushaymon qilishib turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hujrasidan chiqib kelibdi. Ular: "Ey Rasululloh, sening fikringga qo'shilmaslikqa haddimiz emas.
Şuna özün çağlap əmr qılğın. Əgər Mədinədə turishni yoqtirsan, shunda qilayli, deyishdi. Bu çağda Peyğəmbər sallallohu alayhi və səlləm Peyğəmbər bolğan kişi uruş kiyimini kiyib bolğandan keyin Allah onun bilan düşmən o'ttirsini bir taraf qilmoqcha uni silib etishga bo'lmaydi, dedi və qo'shinni rədga silib ularni 3 qismga bo'ldi. Birinchi, muhojirlar qismi. Bularning alimini Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Abduttar jamoatidan uningga tutqizdi. Ikkinchi, Avis, Ansarlar qismi. Bularning alimini Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhuga tutqizdi. Üçüncü, Xazraj Ansarlar qismi. Bularning alimini Hubab ibn Munzir roziyallohu anhuga tutqizdi. Qo'shin zabardast 1000 kishidan tarkib topdi. Ularning ichida 100 savutliq, temir kiyimlik va 50 otliq askar bor edi. Yana bir so'zda 1 otliq yo'q edi deyilgan. Madinada o'z o'rnida jamoatga imomatchilik qilishga shahar ma'muriyatiga Abdullah ibn Ummi Maktum raziyallohu anhuni belgiladi. Ondan qo'shinga qo'zg'alishga buyruq berdi. Qo'shin shimol tarafga qarab yo'lga chiqdi. Said ibn Ubada bilan Said ibn Ma'az raziyallohu anhuma ikkisi to'liq qurolni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yonida hayvat bilan qadam tashlab ketib boradi. Qo'shinni ko'zdan kechirish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shiyxon deb atiladigan bir yerga yetib borganda qo'shinni to'xtatib ularni bir-birlab ko'zdan kechirdi. Yeshi kichik jang maydonining jafolariga taqat qila olmaydi deb qarg'anlarni qaytirib etdi. Qaytirilganlarning ichida Abdullah ibn Umar ibn Xattob, Usama ibn Zayd, Usayd ibn Zuhayr, Zayd ibn Sabit, Zayd ibn Arqam, Araba ibn Avis, Amru ibn Hazmi, Abu Said Xudri, Zayd ibn Haris Ansari və Said ibn Habibə raziyallohu anhum qatarlıqlar var idi. Zikr qilinishicha ularning ichida yana Barroi ibn Azib raziyallohu anhu bor edi. Biroq Sahih Buxorining hadisda ularning jangga qatnashganligi ko'rsatiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Rafi ibn Xadij bilan Sumra ibn Jundub raziyallohu anhularga yeshi kichik bo'lsa-mu urushga qatnashishga ruxsat qildi. Sababi Rafi ibn Xadij raziyallohu anhu usta mergan edi. Uning bu alayligini nazarda tutib jangga qatnashishga ruxsat qilingan edi. Buni ko'rgan Sumra ibn Jundub raziyallohu anhu o'rnidan turib, "Men Rafitdan kuchlik, chilsam uni cho'qim yiqitaman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu gapni anglab kulib soldi. Va "Undaq bo'lsa ko'z oldimizda chilishib yiqinglar", degan edi. Rafi ibn Xadij bilan Sumra ibn Jundub raziyallohu anhuma o'rnidan turib chilishdi-da, hash-bash deguncha Sumra ibn Jundub Rafini yiqitib tashildi. Buning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sumra ibn Jundub raziyallohu anhu urushga qatnashishga ruxsat qildi. Uhud deg'i bilan Madina orlig'idagi qonalg'u. Mushu yerda kech kirib gugum tushib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shin bilan namoz shamni o'qidi. Orqadan xubdan namozini o'qib, shu joyda qunib qoldi va 50 kishini tanlab bargoh atrofini qo'g'lashga qo'ydi. Ular shu atrofda aylanib yurib, qarovullik qildi. Bularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu Kayb ibn Ashrafni o'ldirish harakatidagi fidoyilar boshlig'i mas'ul qilindi. Va Zakwan ibn Qays raziyallohu anhu maxsus payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi. Abdullah ibn Ubay va uning odamlarining osiylik qilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tong yorishdan xeyli ilgari qo'zg'alib, Shavit degan bir yerga yetib borganda bomdod namozini o'qidi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushmanga xeyli yaqin berib qolgan bo'lib, har ikki taraf bir-birini aniq ko'ralaydi. Dal mushu yerga kelganda munofiq Abdullah ibn Ubay isyon ko'tarib, "Biz qachongacha o'zimiz o'limga tutib berib yurimiz? Allah'ның payg'ambari bo'lgan kishimi o'z fikrida ching tura olmay, boshqalarning gapiga kirib ketsa", degani bahona qilib, qo'shinning 3/1 qismini 300 dak jangga yaraydigan kishini qaytirib ketdi.
Shak shubhisizki, uning bundaq halqılıq paytda qo'shindan ayrilib o'zini chetga elishi hargiz bu munofiq aytgandek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z fikrida ching turolmay, boshqalarning gapiga kirib ketganlikdan bo'lgan emas. Agar ish u degandek bo'ladigan bo'lsa, u musulmonlar qo'shini bilan mushu yergacha hargiz billa chiqmagan bo'ladi. Balki qo'shin Madinadan qo'zg'algandila qilib qolsa bo'ladi. Biroq uning mushu yergacha musulmonlar qo'shinining oldingi sepida tizilib mengib, mushunda qalqiliq paytga kelganda qo'shinga osiylik qilib, jang oldida chekinib chiqib ketishidagi maqsadi dushmanning ko'ziga ko'rsatib, qo'lqiga anglatib turib, musulmonlar qo'shini ichida malmonchilik va ruhiy davolg'ish paydo qilish edi. Shundoq qilganda musulmonlar qo'shinining ko'p qismi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tashlab ketib qoladi-da, qolganlarning ruhi sunub, irodasi bo'shaydi. Aksicha bundaq manzarani ko'rgan dushman taraf qin-qiniga patmay qoladi-da, natijada bu vaziyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chin dilidan so'yguchi, samimiy, oq ko'ngil sahobalarni yo'qotishga foydali bo'ladi. Bular yer yüzüdən g'oyib bo'lsa, Madina tavasidagi huquq, riyosat deganlar ashu munofiq va ularning odamlarining quliga qaytib kelishga sharoit hozirlatdi. Amaliyotdami bu munofiq ko'zlagan maqsadiga yetkili tasdiq qildi. Aviz qabilasidan Bani Haris aymiqi va Xazraj qabilasidan Bani Salama aymiqi qatorliq ikki jamoat kishilarimi chekinib qaytmoqchi bo'lgan edi. Lekin Alloh taolo bu ikki qabila kishilarini o'z panohida saqladi. Ular ruhiy jihatda qattiq davolg'ib, ichki tashqi ig'volarning ozdirishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tashlab qaytish irodasiga kelgandan keyin to'xtab qilishdi. Bular haqida Alloh taolo mundoq deydi: O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatkuchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Müminlar cimi ahvoni va cimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Qur'on Karim Sura Al-Imron 3-sura 122-oyat. Abdullah ibn Haram raziyallohu anhu, Jabir raziyallohu anhuning onasi bu munofiqlarga mushundaq jiddiy paytdagi majburiyatini asiltib qo'ymoqchi bo'lib, ularning keyindan bordi va ularga sabga qaytish to'g'risida nasihat qilib: Qaytinglar, Allohning yo'lida urushga qatnashinglar. Hech bo'lmaganda mudofiyada bo'lsin turib beringlar, dedi. Ular: Biz urush bo'ldiganligini bilsak qaytmaydik. Endi bu yerga kelib bo'ldik, deb yuz o'rib mingishdi. Shuning bilan Abdullah ibn Haram raziyallohu anhu: Alloh sizlarni yiroq qilsin, ey Xudoning dushmanlari. Alloh o'z payg'ambarini senlarning yordamidan cho'qim behojat qilg'usi, deb qo'yib qo'shinga qaytdi. Bu munofiqlar haqida Alloh taolo buni oyat nozil qildi. Munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular: Urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik, dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yushirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Qur'on Karim Sura Al-Imron 3-sura 167-oyat. Musulmonlar qo'shini Uhud teg'ida. Abdullah ibn Ubay boshchiligidagi munofiqlar qiyin paytda isyon ko'tarib, jang maydonidan chekinib ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qolganlar bilan dushman tarafga qarab ilgirladi. Mushriklar qo'shinining bir qancha joydagi bargohlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Uhud teg'i orliqini to'sib turadi. Shunga u: Kim bizni dushmanga uchrashtirmay, ularning orqa tarafiga boshlab chiqalaydi, degaydi. Abu Haysama raziyallohu anhu: Men boshlab chiqay, ey Rasululloh, deb qo'shinning oldiga o'tib yo'l boshlab mangdi. U dushmanning bargohini kun petish so'l tarafga tashlab, o'ng qo'lni besib mingib Bani Harisa aymiqi tavasidagi toshliq va etizliklar bilan Uhud teg'iga osonla chiqilib bo'lgan bir chig'ir yo'lni bo'ylab mangdi. Qo'shin bu yo'tkilishda Mirbai ibn Qayzi, u ko'zi ko'r munofiq edi. Uning beg'idan kesib o'tishga to'g'ri keldi.
U musulmonlar qo'shinining hovlisiga kirganligini sezgandan keyin qattiq chalvoqab, musulmonlarning yuziga to'pa chechib ahonat qilg'ili turdi. U mundaq deydi: "Har qancha Rasululloh Allohning payg'ambari bo'lsangmi, beg'imga kirishga yo'l qo'ymayman." Bu gapni anglab bir necha kishi uni o'ltirgili qilishlarini so'rg'an edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Uni o'ltirmanglar. U degan dili ko'r, ko'zi qarg'a odam ekan", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shin bilan bu yerdan o'tib vodining Madinaga yiroq chetidagi Uhud tog'i bag'riga berib tushdi va mushu yerga oldini Uhud tog'iga kaydini qartib bargoh tikdi. Natijada dushman qo'shini musulmonlar bilan Madina o'tirsida fasil bo'lib turdi. Mudofaa plani. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni safarbar qildi va ularni safga tizib jangga tayyor turg'izdi. Andin ularning orasidan 50 dak o'qyachi margani tanlab, o'qyachi qism tashkilladi va oldingi yili Badr urushiga qatnashgan Abdullah ibn Jubayr ibn Nuayman Ansari roziyallohu anhuni bu qismning qo'mondoni qilib tayinlab, Qanot vodisining janubiy qirg'iga musulmonlar qo'shini qo'mondonlik o'rnining sharqiy janubiga taxminan 150 metr keladigan yerdagi tog'. Tuanda bu tog' o'qyachilar teg'i deb ataladi. Ustidan o'rin ilishga buyurdi. Buningdagi maqsad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'qyachilar qismiga aytgandek, dushman otliq qo'shinining orqadan hujum qilishini to'sish uchun edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qismning qo'mondoni Abdullah ibn Jubayrga alohida topilib, bizni o'qya kuchi bilan dushman otliq qo'shinining zarbasidan qo'g'dig'in. Ular orqa tarafimizdan kelolmasin. Mayli g'alaba qilayli, mayli mag'lub bo'layli, sen o'rningdan ayrilmag'in. Biz sen tarafdan xotirjam bo'layli, dedi. Andin o'qyachilarga umumyuzlik buyruq qilib, sizlar orqa tarafimizni obdan qo'g'danglar. Navoda biz mag'lub bo'lib ketsak, yordamga kelmanglar. G'animat olg'ili boshlasak yig'ishib berayli demanglar, dedi. İmam Buxoriy rahimahullohning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Gerçi bizning jasadlarimizni yirtqich qushlarning titib yeganligini ko'rsanglarmi? Men odam avatmaguncha o'rninglardan ayrilmanglar. Mayli g'alaba qilib dushmanning gajisiga qilich ursaqmi? Men odam avatmaguncha o'rninglardan ayrilmanglar", degan deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'qiyachilar qismini yuqorqidek keskin ham qat'iy buyruqlar bilan strategik o'rni ana shundoq muhim bo'lgan bir taqqa o'rinlashtirish orqali mushriklar otliq qo'shinining musulmonlarga orqadan hujum qilib, piyodalar qo'shini oldidan hujum qilib, tang qo'l silish va qo'rshab yo'qotish xavfi bo'lgan birdan-bir cho'ng yuchuqni atdi. Andin qolganlarni qismga bo'lib, o'ng qanot qismga Munzir ibn Amru raziyallohu anhuni, so'l qanot qismga Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuni qo'mondon qilib tayinladi. Miqdad ibn Asvad raziyallohu anhuni Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuga yordamchi qilib berdi. Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu boshchiligidagi qismga asosligi Xolid ibn Valid boshchiligidagi dushman otliq qo'shinga taqobil turish vazifasi yuklandi. Qo'shin ichidan bir bo'lak botur azmatlarni tanlab oldingi safga o'rinlashtirdi. Bu haqiqatanmi to'g'ri va inchga o'rinlashtirish bo'lgan ediki, buningda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning harbiy ishlarga yetakchilik qilishdagi qobiliyati yana bir qitim namoyon bo'ldi. Har qanday harbiy olim, mayli uning iqtidori qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, buningdan puxta va tafsiliy o'rinlashtirish qila olishi notayin. Alayli Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jang maydoniga dushman qo'shinidan xeyli keyin yetib kelgan turuqliq jang qilishga eng aplik joyini tanlab egalladi. Orqa va o'ng tarafini egiz tog' tizimlari bilan atdi. Sol tarafdagi yuz berish ehtimoli bo'lgan tuzanlik xavfi bo'shlig'ini o'qyachilar qismini o'rinlashtirish bilan to'ldirdi. O'zining qo'mondonlik o'rni uchun tasodifiy musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanib qolsa, dushmanning qo'g'lab zarba berguchi qismining changaliga tushib qalmay, chekinib mudofialanib olg'ili bo'ladigan, ammo dushman taraf bu joyni egallamoqchi bo'lsa, og'ir talofatga uchraydigan o'rni egiz, strategik bir joyni tanlab bekitdi.
Düşmənlərdə bolsa, ular musulmonlarga g'olib kelgan taqdirdimi osonlikcha urush mevasini qo'lga tushirolmaydigan. Mag'lub bo'lgan taqdirda musulmonlar qo'g'lab zarba berguvchi qismning changilidan qechib qutulolmaydigan töven bir o'ymonliqqa qoldirdi. Shundaqla qo'shinning son jihatdagi ozlig'ini sahobalar ichidagi yaromliq, botir azmatlardan bir bo'lak kishilarni tanlab, oldingi safga o'rinlashtirish orqali to'liqladi. Mana shunda qilib, Hijriyaning 3-yili Shavvolning 7-kuni shanba sahar Madina qo'shinining jang tayyorligi asosiy jihatdan bitdi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.